Sog'inchli salomla Chorlabon hammani Toshkentdan gapiramiz. Bo'stonliq tumani. Tog'u toshlar oshib yetib keldik arang. Mana go'zallikni, manzarani qarang. Chopib kelaverdik. Changli tund havoni shaharda qoldirib. Do'stim, to'yib nafas ol, o'pkangni to'ldir. Qara, endi hozir bunday qilasan. Men yurib boraman, fonga Muhammad Yusuf bobodan qo'yasan. Ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman beda poyangga. Ya, stop. Bo'rttirib yubordik. Hindcha yarashmadi. Menga fransuzcha yoki italyancha ko'proq tushadi. La Banca Popolare è la prima banca dell'Uzbekistan. Cliente della Banca Popolare, l'eroe del nostro spettacolo, sorella Fornaya, signora Silvana. Ko'rib turganingiz Novvoy opaxon. El dasturxoniga ulashadi non. Kamera kiramiz, tez-tez, chaqqon-chaqqon. Yigitlar, hormaylar, ofarin, chiqamiz, joyda bo'shatamiz. Endi opaxonni o'zlaridan eshitamiz. Novvoychilik yo'nalishini tanlaganimga 2 yil bo'ldi. Bu yo'nalish o'ziga yarasha mashaqqat talab qiladi. Kechalari uyqudan qolib, voqlikdan turib, xalqimizga issiq non yetkazib berishga harakat qilamiz. Insonlarni kelib, shu issiq nonni olib, rahmat deb ketishlari bizga zavq bag'ishlaydi. Kuniga necha mahal non pishirasiz? 5-6 marta, 7 marta non pishiramiz. Nechta non pishirasiz masalan kuniga? Qancha non eltasiz el dasturxoniga? Kuniga 1000 dan oshiq nonni xalqimiz dasturxoniga yetkazib beramiz. Kasbingiz sermashaqqat. Ilohim buyursin, kun-tun mehnat qilib, daromadlar qanday? Yaxshimi ish qilib? Daromadlar mashaqqatga yarasha. Daromadlar yaxshi. Men nondan xabar olib kelay. Qorinni ochgani endi sezilyapti. Tandirda yopilgan non hidi kelyapti. Nonlarimiz pishdi. Yeb oling, sovuq qolmasin. Rahmat, Novvoy opajon. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Onam yopgan nonga o'xsharkan hidi. Tomi ham. Opajon, qaymog'ingiz yo'qmidi? Baka, tasvirga ol. Olov pasaygandir. Shoir ta'riflagan mana o'sha tandir. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin, yo xudbinman, yo bir sodda kasman men. Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Novvoyxonamizda hozir 4 ta ishchimiz bor. Kun bo'yi xalqimizga kelgan turistlarga o'zimizning nonimizni yetkazib berishga harakat qilamiz. Tumanimizdagi Xalq banki birgalikda ular meni qo'llab-quvvatlashib, imtiyozli kreditlar ajratishgan, ayollarga ajratilgan imtiyozli kreditlardan olib, shu yo'nalishlarni kengaytirib bormoqdaman. Qovun tushirdingmi yana ish payti? Tandirga kalla tiq deb senga kim aytdi? Issiqqina nonlarimizni har bir oilada dasturxonda turishi, har bir kelgan turistlarni uzoq joylarga uyiga olib ketishi, odamlar kelib rahmat deb nonimizni keyingi safar yana qidirib kelib, minnatdorchilik bildirib olib ketishlari kayfiyatingizni ko'taradi, xursandchilik bag'ishlaydi insonga. Menga qarang oyi. Toshkentga boraman u qaytaman. Har narsalar olib kelaman sizga. U yerda non juda ham ko'p. Suv tekin deyishadi. Toshkent non shahri. Kinoni kim ko'rgan? Odamlar nonga zor davrlar bo'lgan. Shu kinoni ko'rgan, tarixni o'rgan. Sizlar ham ko'ringlar. Xulosa qilasizlar. To'ylarda ortib qolgan, yeyilmagan qop-qop nonlarning uvolini bilasizlar. Opa, mana masalan sizlar nonni uvoli haqida qanday fikrdasizlar? Non elda aziz ne'mat. Nonni uvol qilmaymiz. Menga qara. Televideniyani oyligiga ishlab yuraveramizmi? Xalq bankdan pul olib
bitta novvoyxona quramizmi? Hamma mas'uliyatni yelkamga olaman. Sen non pishirasan, men boshliq bo'laman. Sen eplab ketasan. Sinab ko'rish kerak. Opajon, novvoyxona ochish uchun nima qilish kerak? Avvalambor novvoyxona ochish uchun o'zini yo'nalishini tanlash kerak, o'sha ishni olib bora oladimi, yo'qmi? Keyin mahallamizga biriktirilgan bank xodimlarimiz bor. Ularga borib uchrashsa, o'shalardan foydalanib, o'zini tadbirkorlik yo'nalishini olib borsa bo'ladi. Yurtimiz tinch bo'lsin, har bir xonadonimizdan istiqnonlarimiz arimasin, xalq xizmatida charchamaylik, tadbirkorlik yo'nalishini tanlab faoliyatini yuritayotgan barchaga omad tilayman. Yaxshi kunlarda xizmat qilaylik. Yaxshi niyatingiz o'zingizga pesha. Nonda aziz bo'ling, el yurtda hamisha. Baxtga to'lsin iloyim vatan ichra keksa yosh. Xalq banki ham har doim xalqimizga yelkadosh. Bizni kuzatganlar bo'ling sog' omon. Toshkent Bo'stonliq reportajimiz tamom.